savol bor. Birinchi 5 talik savol. Xuddi readingga o'xshab ketadigan savol, chunki bizga savol berilgan va qisqa tekst berilgan. Javobni biz tekstning ichidan topishimiz kerak. Xo'p, birinchi savol. What has changed about the trip to Malden? Demak, bizga savol berilishicha, Maldenga bo'lgan sayohatda nima o'zgartirilgan? Demak, birinchi bo'lib javoblarni ko'rib chiqishimiz kerak. Bizda 3 ta javob bor. A javob the transport, ya'ni transport vositasi o'zgargan, yoki B javob the price, narxi o'zgargan, yoki C the departure time, ya'ni jo'nab ketish vaqti o'zgargan degan javoblar keltirib o'tirilgan. Xo'p, tekstga qaraydigan bo'lsak, bu yerda bizga transport javobi ko'proq tushar ekan. Chunki birinchi gapimizda o'zi keltirib o'tirilgan. Due to high water levels, this trip will be by coach at no extra cost. The pick-up time from the hotel remains unchanged. Demak, baland dengizdagi to'lqinlar sababli bizning sayohatimiz kichik avtobusda o'tadi va uni narxi, ya'ni unga nisbatan qo'shimcha narx qo'ymaysizlar va bu degani qo'shimcha narx to'lamaysiz degani, shunchaki transport vositangiz o'zgardi degani. Va bundan tashqari nima uchun departure time nega olinmadi deb aytadigan bo'lsak, chunki bizda aytgan pick up time, ya'ni bu ham jo'nab ketish vaqti sinonimlardan foydalanishgan va remains unchanged, ya'ni change o'zgartirmoq. Agar un so'zini qo'shadigan bo'lsak, ya'ni unchanged bo'lsa, demak o'zgartirmaslikga to'g'ri kelar ekan. Shuning uchun ham bizda javobimiz A transport vositasi bo'lar ekan. Ikkinchisi, what does the notice say? Demak, e'lon qog'ozi nima haqida aytyapti deb bizga savol berilibdi. Demak, bizda A javob bo'ladi. 2 hours is the minimum time recommended for the visit to the castle. Demak, qirollik uchun faqatgina, ya'ni kam miqdordagi vaqt bu 2 soat ekan. Ya'ni har bitta kelgan, ya'ni tavsiya qilingan joyga kelgan insonlar minimum, ya'ni kamida 2 soat u yerda sayohat qilishlari mumkin. Demak, bizda aytilyapti e'londa ham allow at least 2 hours for your visit to the castle. Ya'ni kamida 2 soat siz sayohat qilishingiz mumkin deb aytilgan va shuning uchun ham javobimiz A bo'ladi. Bizda B javob olinmaydi, chunki bu yerda faqatgina 2 soat vaqt o'tkazishlari mumkin deyilgan, ya'ni faqatgina emas, kamida deb berilganligi uchun bizda bu javobimiz olinmaydi. Va C javobda nega olinmaydi? Bu yerda 2 soatdan kam miqdorda siz sayohat qilishingiz mumkin deb aytilgan va shuning uchun ham bu yerda javobimiz C ham bo'la olmaydi. Who should Maria contact if she wants to go to the concert? Agar Maria konsertga borishni xohlasa, kimga bog'lanish kerak degan savol berilibdi va bizda 3 ta variant bor. Bu javob ko'proq B ga to'g'ri keladi. Chunki xatimizda bu yerda xatga o'xshagan tekst berilgan va Maria agar borishni xohlasa, albatta Martinaga murojaat qilish kerak. Nima uchun? Chunki Martina cannot go to the concert tonight. Ya'ni bugungi konsertga Martina bora olmaydi. Demak, undan kelib chiqadiki, uni bileti hali bor. Demak, biletini xohlasa, ya'ni u konsertga borishni xohlasa, Martinadan biletini olishi mumkin. Shuning uchun ham javobimiz B, Martina javobi to'g'ri bo'ladi. To'rtinchi savol, what will Sophie's mother do? Ya'ni Sofiyaning oyisi nima qilib berish kerak? Ya'ni bizning tekstimizda Sofiyaning oyisiga murojaat qilingan va u nimadir qilib berish kerak edi. Va bu yerda javobimiz A bo'ladi, chunki fetch Sophie's jacket from the dry cleaners for her. Ya'ni bizda tekst ichida aytyapti, savol bergan, ya'ni Sofiya oyisiga qarab aytilgan ish harakat bu ya'ni tozalashga berilgan kiyimini, ya'ni jaketini aytyapti, jaketini olib kela olasizmi deb murojaat qilingan. Shuning uchun ham jaketini olib kelish uning vazifasi edi va shuning uchun ham javobimiz A bo'lar ekan.
Keyingi savol, 5-savol. What do you have to do? Ya'ni siz nima qilishingiz kerak? Shu haqida gap berilgan. Ya'ni bizga tekst berilgan. Bu yerda parking form degan narsadan bilishimiz mumkin. Ya'ni parkovka qilish formati haqida gap ketgan va bu yerda bizga topshiriq berilgan. Complete and place in lower hand corner of the windscreen. Demak, bu holatda javobimiz C bo'ladi, chunki buyruq bir-biriga sinonim ravishda olingan. Place the completed form in the box provided. Ya'ni yoningizda turgan boxning ichiga, ya'ni qutining ichiga iltimos solib qo'ying qog'ozingizni, ya'ni to'ldirib bo'lganingizdan so'ng yoningizdagi qutiga topshirib keting deb bizga buyruq berilgan va shuning uchun ham javobimiz C bo'lar ekan. 6-savol. 6-savoldan 10-savolgacha bizga keltirib o'tilgan ta'rif va u ta'rifga mos keluvchi so'zni topishimiz kerak. Xo'p, 6-savolda aytilganicha, this is something you use it to write. It contains ink inside and you can put it in your pocket. Ya'ni bu shunaqangi narsaki, siz unda yoza olasiz va uni uchida siyoh joylashgan va uni cho'ntagingizga ham sola olasiz deb berilgan. Demak, bu yerda javobimiz B bo'ladi, a pen, ya'ni ruchka bo'ladi. Qolgan javoblarimiz to'g'ri kelmaydi. Ya'ni kitob degan javobimiz bor va stol degan javobimiz bor. Shuning uchun ham bular to'g'ri kelmaydi. Xo'p, 7-savol. This is a place where planes land and take off. People go here when they want to travel to another country. Ya'ni bu shunaqangi joyki, samolyotlar qo'nishi yoki uchishi mumkin va u yerda siz boshqa davlatdan bir boshqa davlatga sayohat sifatida borishingiz mumkin. Ya'ni bu albatta an airport, ya'ni aeroportga to'g'ri kelar ekan. 8-savol. This is a person who defends clients in court and gives legal advice. They usually wear formal clothes and have studied law for many years. Ya'ni oxirgi gapimizda o'zi keltirib o'tilgan. They have studied law for many years. Ya'ni ular qonun bo'yicha bir necha yil tahsil olishadi deb keltirib o'tilgan. Albatta, kim tahsil oladi? Advokat. Demak, bizda advokat bo'lar ekan. B javob, a lawyer. Bundan tashqari, agar tarjima qiladigan bo'lsak ham, bu shunaqangi insonki, deyapti. Suddagi klientlarga yordam beradi va o'zini qonuniy maslahatlarni berishga harakat qiladi va u odatda rasmiy ko'rinishdagi kiyimida yuradi va bir necha yillar davomida qonun bo'yicha o'qiydi deb keltirib o'tilgan. 9-si. This is a feeling worry or nervousness about something with an uncertain outcome. People often experience this before an important event like exams or job interviews. Boshida keltirib o'tilgan, ya'ni bu hissiyot bo'lar ekan. Hissiyotimiz bir vaqtning o'zida ham xavotirlanish va asabiylashish holati va bu ko'pincha imtihonlarda va job interview degani, ya'ni siz qanaqadir kasbga ishga kirmoqchisiz qat'iyatdir va u yerda interview asosida olinadigan bo'lsa, bu holatlarda uchrar ekan. Albatta, bu anxiety ga to'g'ri keladi, ya'ni B javob. Bu xuddi shu so'zlarga, ta'riflarga keltirib o'tilgan so'z hisoblanadi. 10-savol. This is the practice of growing plants and taking care of green space around your home. It involves activities like planting flowers, trimming bushes and removing weeds. Ya'ni albatta keltirib o'tilganidek, green spaces, taking care of green spaces, ya'ni yashil zonalarga g'amxo'rlik qilish. Albatta bu yerda 3 ta keltirib o'tilgan harakatdan albatta B'si, ya'ni gardening to'g'ri keladi. Ya'ni bizda planting a flower degan narsa ham bor, ya'ni o'simliklarni yoki gullarni o'stirish. Albatta buni biz nima qilamiz? Bog'ga e'tiborimizni qaratsak ishlatamiz. 11-si. Bu yerda Tom va Adam haqida gap ketgan. Tom, who is the guy with long hair sitting near Linda? That's Alex. Bu yerda javobimiz B bo'ladi. He must be very serious. Ya'ni u juda ham jiddiy bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Nima uchun? Chunki undan keyingi gapda
bizda ochiqlantirib berilgan. Ya'ni Adam, how do you know? Ya'ni qanday bilyapsan? Tom, he never laughs. Ya'ni u hech qachon kulmadi. Demak, u kulmaganligi uchun uni jiddiy deb qabul qilishdi. Va shuning uchun ham bu javob to'g'ri keladi. 12-chi savol. Tom, do you know David Lewis? Endi bu yerda Adamni gap tushirib qoldirilgan va bu javobga A bo'ladi. I recognize the name but I cannot picture him. What does he look like? A javob to'g'ri keladi. I recognize the name but I cannot picture him. What does he look like? Ya'ni men ismini payqagandek bo'ldim, lekin uni tasavvur qila olmayapman. U qanday ko'rinishda? Bundan keyingi gapda nima uchun bu javobni olinganligi aniq keltirib o'tilgan. Chunki Tom, he is very tall and he has got quite short brown hair. Ya'ni u juda ham uzun va unda qisqa lekin jigarrang sochlari bor. Demak, uni tasvirlab berganligi uchun ham A javob to'g'ri keladi. 13-savol. Do you know Bryn Christopher? Adam, I cannot picture him. What does he look like? Demak, bu yerda B javob bo'ladi, chunki bundan keyingi gapda ham uni tasvirlab berganligi uchun, ya'ni u qanday ko'rinishda deb eshitishimiz kerak edi. 14-savol. Tom, Juliet asks a lot of questions in the class. Her teachers are fed up with her questions. Ya'ni Julia sinfida juda ham ko'p savol so'rarkan va uning o'qituvchilari savollardan to'yib ketgan. Ya'ni fed up with degani demak bu phrasal verb. Ya'ni bir narsadan to'yib ketgan bizni ishlatishingiz mumkin. Va albatta bu yerda javobimiz C bo'ladi. Is she curious? Curious shu joyda aytib ketishim kerak, qiziqarli yoki qiziqqon degani. Nima uchun bu javob olingan? Chunki Tom, yes, she is very curious deb aytilgan. Ya'ni ha, u juda ham qiziqqon deb ko'rsatib o'tilgan va savol ko'rinishini shunchaki berib qo'ysak bo'ldi. 15-savol. Tom, Daniel is very ambitious. Ya'ni Daniel juda ham ambitious degani orzularini katta qo'yadigan, ularga erishishga harakat qiladigan inson. Va Daniel ham shu insonga o'xshaydi deb keltirib o'tilgan. Adam, how do you know? Qanday bilding? Tom, he wants to play football for his country. Ya'ni u o'zini davlati uchun futbolda o'ynashni xohlaydi deb keltirib o'tilganligi uchun ham bu yerda A javob bo'ladi. Xo'p, 16-savol. David usually gets up at 8 o'clock on weekends. Demak, bu gapdan ko'rinib turibdiki, javobimiz A bo'ladi. Chunki David odatda 8 da turadi, hafta oxirida deb keltirib o'tilgan. Demak, ish harakatimizni har hafta bajarilganligini ifodalaganligi uchun present simple, ya'ni hozirgi zamon ishlatiladi. 17-savol. On Saturday mornings he likes to have a big breakfast with eggs and bacon. Ya'ni shanba kuni ertalablari u katta nonushta qilishni yaxshi ko'radi va tuxum yoki non bilan, tuxum va non bilan nonushta qilishni yaxshi ko'radi. Nega biz have oldik? Chunki have a breakfast, ya'ni bu birga keladigan so'z birikmasi hisoblanadi va shuning uchun ham have, ya'ni B javobi to'g'ri keladi. 18-savol. After breakfast he often takes his dog to the park for a walk. Javobimiz B bo'ladi, chunki bizda adverse of frequency, ya'ni ish harakatimizni qanchalik vaqtda bajarilishini ko'rsatib beruvchi so'z, ya'ni often, tez-tez ravishda qatnashganligi uchun ham bu yerga B javob bo'ladi. Takes, ya'ni present simple. Qachonki bizda adverse of frequency ishlatiladigan bo'lsa, ish harakatimizni qanchalik tez, ya'ni qanchalik vaqtda bajarilayotganini ifodalovchi so'zlar, ya'ni ravishlar qatnashadigan bo'lsa, bu holatda bizda hozirgi zamon, ya'ni present simple dan foydalanishimiz kerak va shuning uchun ham javobimiz B, takes bo'ladi. 19-savol. In the afternoon he sometimes meets his friends at the cinema. Ya'ni bu yerda javobimiz A bo'ladi, ya'ni meets, chunki he uchinchi shaxs birlik bo'lganligi uchun
va bundan tashqari boya aytib o'tganimdek adverbs of frequency ya'ni sometimes ba'zida degan so'zni qatnashganligi uchun bu yerda ham present simple ya'ni hozirgi zamon ishlatilar ekan. 20-savol. On Sunday evening he always does his homework for next school week. Ya'ni bizda expression bor, ya'ni so'z iborasi bor va bu narsa homeworkga nisbatan albatta do ishlatamiz. Masalan, I do my homework. Shuning uchun ham bu yerda uchinchi shaxs birlik bo'lganligi uchun, ya'ni he ishlatilganligi uchun ham do o'rniga does ishlatiladi va javobimiz C bo'lar ekan. Endi reading o'tsak ham bo'ladi. Bizning birinchi readingimiz healthy snacks on the run, ya'ni sog'lom tamaddi. Sog'lom tamaddi haqida gaplashar ekanmiz. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak, snack bu yengil tamaddi hisoblanadi. Yengil tamaddi bu nima uchun ishlatiladi? Chunki siz zerikmasligingiz uchun va biror bir ish harakatni bajarayotganingizda zerikmasligingiz uchun yengil tamaddi qilish yoki siz do'stlaringiz bilan yeyishingiz mumkin yoki shunchaki zerikmaslik uchun bajariladigan yengil tamaddi. Undan so'ng bemalol siz birpas vaqt o'tgandan so'ng ovqatlanishingiz ham mumkin. Va readingga qaytadigan bo'lsak, readingda bizda so'zlar tushirib qoldirilgan va variantlar sifatida keltirib o'tirilgan variantlardan bittasini tanlashimiz kerak. Xo'p, 21-savolda nima uchun biz C javobi, ya'ni however oldik? Chunki birinchi gapimizda gap keltirilgan va unga qarshi fikr bildirilganligi uchun ham however ishlatiladi. Ya'ni however bu but degan, ya'ni ammo degan so'zga to'g'ri keladi. Nima uchun bu javobni oldik? Ya'ni birinchi gapimizda aytilgan, in today's busy lives we often have little time for healthy eating, so we do easy things and eat snacks like crepes or sweet instead. But however, it is possible to eat quickly and healthily. Ya'ni hozirgi kundagi band bo'layotgan holatlarimizda bizni ovqat pishirishga vaqtimiz yo'q va biz shunchaki yengil tamaddi qilishimiz mumkin. Ya'ni bularga chips kirishi mumkin yoki shirinliklar kirishi mumkin. Lekin u juda ham sog'lom va tez tayyorlanishi ham mumkin. Shu narsani aytib o'tib ketganligi uchun ham javobimiz C, ya'ni however to'g'ri keladi. 22-savol bizda need so'zi keladi, chunki all you need to do is follow a few simple rules. Ya'ni siz qiladigan barcha ish bu bir nechta qoidalarga rioya qilsangiz bo'ldi. 23-savol says, ya'ni B javob bo'ladi, chunki first of all read what it says on the packet before you buy a snack. Ya'ni birinchi qiladigan ishingiz qachonki biror bir narsani sotib olayotganingizda shunchaki unga yaxshilab e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni nimani sotib olyapsiz? Ya'ni uni aytishi bo'yicha siz nima sotib olayotganligingizga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Shuning uchun ham B javobi to'g'ri keladi. 24-si, ya'ni bu A, ya'ni main so'zi to'g'ri keladi. Ya'ni nima uchun? This is important because people often think they are buying healthy snacks, but sugar may be the main ingredient. Ya'ni bu juda ham muhim, chunki insonlar o'ylashadiki, odatda o'ylashadiki, biror bir narsani sotib olishsa, ya'ni sog'lom deb o'ylayotgan yengil tamaddini sotib olishayotganda ular sog'lom deb o'ylashadi, lekin asosiy tarkibdagi narsa shakar bo'lishi mumkin. Biz bilamizki, shakar bu sog'liq uchun juda ham xavfli va juda ham sog'lig'ingizga yomon ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ham 24-savolga A, ya'ni main so'zi to'g'ri keladi. 25-savolga B, regular so'zi to'g'ri keladi. Chunki try to look for healthier options instead of eating ice cream, try frozen fruit juice, or most importantly, at regular times of the day. Ya'ni agar siz sog'lomroq variantlardan tanlamoqchi bo'lsangiz, siz muzqaymoq yeyishdan ko'ra muzlatilgan sharbat iching yoki eng muhimi u narsalarni siz vaqtida, ya'ni har kuni vaqtida yeyishga harakat qiling degan. Demak, regular so'zi har kuni vaqtida yeyishga talab qiluvchi so'z hisoblanganligi uchun B javobi to'g'ri keladi. Keyingi readingimiz
Ikkinchimiz a young cheesemaker, ya'ni yosh pishloq yasovchi, ya'ni pishloq tayyorlaydigan bola haqida gap ketgan. 26-savolda Pat learned to make good cheese, ya'ni bizda baratlar keltirilgan. Pat qayerdan yoki nimadan yaxshi pishloq tayyorlovchiga aylandi? Demak, javobimiz by listening to the advice she got. Ya'ni bu yerda kimnidir maslahatiga amal qilganidan boshlangan bo'lgan. Demak, bu joyni qayerdan topsak bo'ladi? Bu readingimizning birinchi paragrafining oxirgi qismida ko'proq joylashgan. Chunki for example, when she was 10, she made some herself for the first time. It wasn't great, she says, but the workers told me that what I was doing wrong, that helped me to slowly get better. Ya'ni, ishchilar unga yaxshi qilmayapsan, bu joylarni to'g'rilashing kerak deb berayotgan maslahatlaridan u sekin va asta u narsaga erisha boshlagan. Ya'ni u yaxshi pishloq tayyorlashni boshlagan. Shuning uchun ham unga berilgan maslahatlar tufayli u yaxshi pishloq tayyorlovchiga aylanganligini ta'kidlab o'tgan va javobimiz A bo'ladi. 27-savol. Where does Pat get the milk for her cheese? Ya'ni u pishloqlarga qayerdan sut oladi deb savol berilgan va bu javobimiz C bo'ladi. Ya'ni her parents gave it to her. Ya'ni bu boyagi gapimizdan keyingi gapimizda keltirib o'tirilgan. Ya'ni her mother and father keep 100 cows on their farm. Pat can just ask them when she needs more. Ya'ni uni ota-onasi 100 ta sigirni fermasida boqarkan, bu degani albatta ulardan sut keladi degan va u shunchaki agar sut keladigan bo'lsa, ota-onasidan so'rashligini ta'kidlagan. Shuning uchun ham javobimiz C, her parents give it to her degan javobni olamiz. 28-savol. Pat says winning the prize means, ya'ni u Patning aytishi bo'yicha sovg'ani yutishni asosiy g'oyasi nima? Demak, bu savolga javobimiz A to'g'ri keladi. More people know about her family's cheese. Ya'ni ko'p insonlar bizni oilamiz haqidagi, ya'ni oilamiz tayyorlaydigan pishloqni bilishini xohlayman degan narsani ilgari surgan. Bu savolga javobimiz biz boyagi topgan javobni tagida joylashgan. Ya'ni it has been great for helping customers to find out about us. Ya'ni bizlarni topishi bo'yicha bu juda ham qo'l kelgan usul va u rostdan shu narsani xohlaydi. Ya'ni bu yaxshi bo'lgan, ya'ni men yutib olgan sovg'am odamlarni bizni tanishiga olib kelganligi uchun ham javobimiz A bo'lar ekan. 29-savol. What is the most important thing for Pat at the moment? Ya'ni hozirgi kunda Patga muhim bo'lgan narsa nima? Bu javobga savol B javob bo'ladi. Being successful at school. Ya'ni bu gapimiz oxirida joylashgan. Ya'ni making cheese is fun and winning the prize for it is great, but doing well in my studies matters more for now. Ya'ni hozircha menga o'qishimni davom ettirish muhimroq deb keltirib o'tilganligi uchun ham javobimiz B bo'lar ekan. 30-savol. In this article, Pat is explaining. Ya'ni bu reading ichida Pat nimani ta'riflayapti? Biz boshidan oxirigacha o'qib chiqdik va bu savolga javobimiz C to'g'ri keladi. How she has become part of cheese making business. Ya'ni pishloq tayyorlash bo'yicha biznesga qanday qilib kelganligi va qanday tayyorlashni boshlaganligi haqida keltirib o'tilganligi uchun ham bu javobimiz ayni muddao bo'ladi deb o'ylayman. 31-savol. Jake enjoys watching fast-moving and entertaining films. He would like to watch something really up-to-date. A new action film or new comedy would be the best choice for him. Bu yerda bizga gaplar keltirilgan va tekstga qaysi harf bir-biriga tushadi. Ya'ni bu gapimizga qaysi harfdagi tekstimiz tushadi, o'shanga qarab joylashtirishimiz kerak. Gapda keltirib o'tilishicha, Jake ya'ni juda ham tez harakat qilinadigan va entertainment, ya'ni zavq beradigan kinolarni ko'rishni yoqtiradi va u juda ham zamonaviy narsani xohlaydi. U balkim yaxshi fantastik film bo'lishi mumkin, ya'ni tez harakat qiluvchi film yoki yangi komediya bo'lishi mumkin va u juda ham yaxshi
tanlov bo'ladi u uchun deb keltirib o'tirilgan va bu javobga javobimiz to'g'ri keladi. Chunki bu yerda yangi filmni ko'rsatilganligi va o'g'irlik haqida gap ketgan va bu juda ham exciting, it's an exciting degan, ya'ni juda ham zavqli kino haqida ko'p ma'lumot berilganligi uchun ham javobimiz bo'lar ekan. 32-savol. Mary enjoys watching international sports. She is interested in its history but would like a good balance of talk and play. She loves listening to famous stars talking about their technical abilities and motivation techniques. Mara haqida keltirib o'tirilgan, u dunyo bo'yicha sportlarni tomosha qilishni yoqtiradi va albatta shuningdek tarixga ham qiziqadi, lekin u ko'proq gapirish va o'ynash haqidagi, ya'ni rollarni o'ylash yoki ularni gapirish, ya'ni gapirish uslublari haqida gapirishni yoqtiradi va undan so'ng u juda ham mashhur bo'lgan yulduzlardan intervyular yoki ularni qobiliyatlari yoki o'sha texnikalarining kinolarda ishlatilgan texnikalari haqida gaplashishni juda ham yoqtiradi va bundan kelib turibdiki javobimiz H to'g'ri keladi, chunki actress the world, ya'ni bu yerda dunyodagi aktrisalar haqida gap ketgan va shuning ichida sport haqida ham ketgan. Chunki birinchi gapimizda u sportda ham keltirib o'tilganligi uchun albatta bu yerga H javobimiz to'g'ri kelar ekan. 33-savol. Harry wants to study film and is very interested in history of filmmaking. He would like a general view of how film has developed over years. He is keen to see something about the early film industry and also about the latest technology used nowadays. Ya'ni Harry haqida gap ketgan, u filmlarni o'qishni juda ham yoqtiradi va u tarixi, ya'ni film olinishi tarixi haqida juda ham qiziqarkan va u shu yillar davomida film industry, ya'ni industriyasi qanaqa o'zgarganligi haqida qiziqarkan va hozirgi kundagi qanaqa texnologiyalar ishlatilishini ham bilishni xohlar ekan va shuning uchun ham javobimiz A to'g'ri keladi. Nima uchun? Chunki bu yerda bizda turli xil informatsiya, ma'lumotlar keltirib o'tilgan film olish haqida va qanaqa turdagi kinolar olinganligi va qanday turdagi asboblardan foydalanganligi keltirib o'tilganligi uchun ham A javobimiz to'g'ri kelar ekan. 34-savol. Natalia enjoys watching serious documentaries. She is keen to understand more about natural world. She is particularly interested in variety of different plants and animals in different regions around the world and what can be done for protect him. Ya'ni birinchi gapidan bilishimiz mumkin, Natalia jiddiy bo'lgan hujjatli filmlarga qiziqar ekan va u ko'proq tabiatni dunyosi bo'yicha ham qiziqarkan, ya'ni u tushunishni xohlar ekan va bundan tashqari u turli xil o'simliklar va hayvonlarni qanday qilib o'stirish yoki boqish mumkinligi haqida ham qiziqar ekan va bunga javobimiz B to'g'ri keladi. Ya'ni chunki bu yerda this documentary is an amazing look at the secret life on snow leopard. Ya'ni bu yerda bitta tekstning ichida ham hayvon, ham o'simlik, ham hujjatli film haqida gap ketganligi uchun albatta bu javobimiz bunga to'laqonli tushadi deb o'ylayman. 35-si. Chen is interested in politics and likes to find out about current affairs. He would prefer something light that can make him laugh and help him relax. He doesn't like romantic movies or drama. He doesn't mind a good quiz show or a game show. Yani bu yerda Chan haqida gap ketgan, u siyosatga qiziqarkan va hozirgi kundagi harakatlar, ya'ni siyosatga ishlatiladigan harakatlarni topishga harakat qilar ekan va u bu narsani qilishni juda ham yoqarkan va u rostdan ham mazza qilarkan bu ish qilsa.
va shu bilan birgalikda u romantikani yoqtirmas ekan, ya'ni romantika oid bo'lgan kino yoki dramalar haqida ko'rishni yoqtirmas ekan. Agar shunchaki shoular, ya'ni o'yindan tashkil topgan shoular keltirilgan bo'lsa, u buni yoqtirar ekan. Va bu da kelib turibdiki, javobimiz B to'g'ri keladi, chunki bu yerda shou ko'rsatib berilgan va bu yerda siyosatshunoslar ham ko'rsatilgan. Ya'ni u rostdan ham siyosatga qiziqqanligi uchun ham bu javobimiz to'g'ri kelar ekan. Ingrediyentga o'tamiz. Buddy the red panda, ya'ni Buddy bu ism, qizil panda haqida gap keltirilgan va bu haqida tekst berilgan va savollar ham keltirib o'tilgan. 36-savol. Buddy and Rusty, ya'ni Buddy va Rusty haqida ma'lumot berilishicha, demak uni davom ettirishimiz kerak. Javobimiz B, were born on the same day. Chunki bizda tekstimizdan boshida keltirib o'tilgan they were born on 15 June 2013, ya'ni 2013-yil 15-iyunda tug'ilishgan ekan. Chunki boshida ular qizil pandaligi va ular shu yilda tug'ilganligini ko'rsatib beruvchi ma'lumot qo'yganligi uchun ham javobimiz B to'g'ri kelar ekan. 37-savol. The Nature Center, ya'ni naturalniy markaz haqida gap ketyapti va savolga javobimiz C bo'ladi. Grows bamboo for red pandas. Bu savolga javobimizni ikkinchi paragrafni oxirida topishimiz mumkin. Chunki bu yerda aytilgan there are over 50 bamboo plants growing at Nature Center for pandas. Ya'ni bu yerda pandalar uchun o'stirilgan 50 ta bambu daraxti bor ekan va ular faqatgina Nature Center, ya'ni naturalniy markazda o'stirilar ekan. 38-savol. Buddy was lost, ya'ni for less than a week. Ya'ni javobimiz A bo'ladi, for less than week. Nima uchun biz bu javobni oldik? Ya'ni tekstimizda 3-paragrafda keltirib o'tilgan bu yerda Buddy yo'qolib qolganligi va uni qidirishganligi haqida ma'lumot bor va it took 4 days for the workers of Nature Center to find him degan gapimizdan kelib chiqibdiki, ya'ni buni Buddy degan qizil pandani topish uchun 4 kun vaqt ketgan. Bu degani haftadan kamroq vaqt ketgan, ya'ni bir haftadan kamroq. Demak, bir haftada 7 kun bo'lsa, 4 kun izlashga ketgan. Ya'ni bundan ko'rinib turibdiki, javobimiz A to'g'ri kelar ekan. 39-savol. Mr. Interviews, ya'ni bu yerda gapni davom ettirishimiz kerak va javobimiz C, knew how to find Buddy. Ya'ni 4-paragrafda Mr. Interviews haqida gap ketgan va u qanday topganligi va qanday usuldan foydalanganligi keltirib o'tilgan va shuning uchun ham u qanday topishni biladi degan javobimiz mutlaqo to'g'ri keladi. 40-savol. When Buddy arrived back home, ya'ni Buddy qachon uyga qaytganida javobimizni oxiri C bo'ladi. He had a meal with Rusty, ya'ni Rusty bilan ovqatlangan degan javobimiz to'g'ri keladi, chunki readingimizning oxirgi qismida he happily shared some bamboo with his brother who looked tired and was very hungry. Ya'ni bu yerda Rusty haqida ma'lumot berilgan. Rusty uni qaytib kelganligidan juda ham xursandligi ko'rsatilgan va u bilan bambu bilan ovqatlanganligini ko'rsatganligi uchun ham javobimiz u qachon uyga qaytganida Rusty bilan ovqatlanganligini olishimiz mumkin.